Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Navbatdagi velosipedimiz 26 buqa amortizator. Eng chiroyli velosipedlarimizdan akaxonga sotdik. Yoqdimi? Maza qilib minani ehtiyot qilib. Qani ko'ri 5 tali ekan. Kimga shunaqa velosipedlarimiz kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Har xil turidan bor, yoshlardagi, kattalardagi. Xo'p, mazza qilib minini ehtiyot qilib, to'g'rimi? Mashina yo'liga ehtiyot bo'lib, mashinalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tepayotganda almashtirib berdi. Bu ham 24. Bunisi 1 million 100 ming so'm. Bunisini 1 million 400 mingga berdik. Mana bu velosipedlarimiz 700 mingdan 4 dona 5 dona qoldi. 700 ming so'm, buları 550 mingdan. İşte bular 3tasi 700 mingdan. Mana ajoyib velosipedlarimiz bor. Eng oxirgi modeldagi olibdagi velosipedlarimiz. Mana uchosi ham generatorli. Kimga shunaqa velosipedlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Arzon qilib sifatli narsalardan beramiz. Ketdilar meni. Chiroyli qilib berdi opa. Xo'p, sog' bo'linglar, yaxshi kunda minsinlar. Ha, ashuna qilib qo'yib turibmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.